3 podişahlık, zaman halqıgan musavvir. Mazkur tor romani Üllər studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 8-bob. Ko'pchilikning hayron qilishi. Begim, bizni yig'ib, cho'ng chidirda tabriklamoqchi emasmidi? Tamoq uyiga berib nima qiladi? Chunki Savsovning harakatini bak g'alati his qildi. U mu odamni agashtirmadi. Biz bu yerda saqlab tursaqli bo'ladi, dedi Savrin pisand qilmagan holda. Butkul cho'ng chidir odatdan tashqari qizib ketgan bo'lib, cho'ng g'albi shodligi har bir odamga kulki ato qildi. Agar bir odam buningga qatnashmagan deyilsa, u izchil beshini qashlayotgan shunyi bo'lib, u Savsovning nimishqa bundoq vaqtda tamoq uyiga boradiganligini tushunmadi. Yaxshi bo'ldi, ha? Yaxshi bo'ldi. To'g'ri gap. Buxodan chiqdi. Biz yandiq. Bigim, Savsov ikki qo'lini kayniga qilib, chiroyi surlik holda chedirga kirdi. Alamdorlar oldirablar o'ng so'lga bo'linib, uningga salom berdi. Begim, bugun biz ochig'imizni chiqardik. Venzana degine hozir Lyuboning 3-4 ming otliq lashkari qoldi. Uning endi yana qanday kuranglaydiganligini bir ko'rib baqayli. Bo'lmasa saqlab turmaylik. Tabriklash ziyofati tugagandan keyin birodarlarni boshlab bu yonga berib o'ltirsakli bo'ladi. To'g'ri gap. Bu qitim rostini obdan jar qildik-chuma. Biz yandiq. Qaltis bo'ldi. Ko'pchilik bas-basta jar silib, kulki ovozi bir ko'tarilib, bir pasayib turadi. Bu daqiqada Savsov umidsizlandi. Diyanmo bu cho'ng g'albini pilonlig'ichi bo'lish sifati bilan qilchi bo'shonlik qilishga jur'at qila olmay, keyingi maydon jangni o'rinlashtirishga aldirabotdi. Lekin uning ko'z oldidagi bu bir to'p kishilar hokavurlik qilib osmonga chiqib ketgili tasli qoldi. Savsov ularni bir necha eg'iz tillamoqchi bo'lib, oxirida yanala eg'iz ochmadi. Chunki u Diyanmo bilan ko'rishmagan bo'lsa, o'zimi ular bilan farqi yo'q holda bo'ladi. Mayni chiqirib etib, ko'pchilik bir vaqt to'yg'ichi tamoq yesanglar bo'ldi. Savsovning parvosiz bir eg'iz so'zi bilan shodlikqa cho'mgan cho'ng chedir ko'zni yumib ochqicha jimjitlikqa cho'mdi. Bu bigim. Bu nima uchun? Tabriklash ziyofatida maybonimiz qanday bo'ladi? Qandoq degan gap? Ishimiz qanday tabriklaymiz? U bo'lmas bo'lmaydi. Shu emasmi? Ishimiz bu ziyofat bo'ladi. Ko'pchilik bir pas pixildab kulishdi. Savsov Savringa tikilib qarab etgandan keyin mundoq dedi. Ma'qul emasa, sizlar mast bo'g'ichi ichinglar. Agar sal turib Lyubo hujum qilsa, men o'zim chiqib dushmanni kutib olaman. Nima? Lyubo ushdan hujum qilamda? Lyubo hujum qilam degan texa, u hujum qilishga jur'at qila olamdi. Ko'pchilikning chiroyidagi kulki qaytib, ko'z qarchiqi chiqib ketay deb qoldi. Men agar davotiman. Song'un bo'g'ichi barliq mumkinchilikni qiyos qilishi kerak. Tasavvur qilib baqayli. Bugun kecha Dongjay kantiga ushtim hujum qildik. Bu dal dushman tarafning bexudlik qilish ideyasidan foydalanganligimiz emasmi? Savsov Diyanmoning so'zini qayta bayon qilib bo'lgandan keyin umidsizlangan holda ko'pchilikka qaradi. Ko'pchilik biz oran bir maydon yangdik. Lekin Lyuboning amaliy kuchi yanada bor. Bunda ko'ranglab ketmasligimiz kerak edi deb o'ylab, xijillikdan bir to'shik tepib kirib ketgisi kelyapti. Ular Savsovga yana bir qitim qarag'inida ko'zlaridan cheksiz hurmat chiqib, begim haqiqatan kishilar orasidagi ajdarho ekan. Bundoq vaqtda yana shundoq ehtiyotchan bo'pti deb o'ylashdi. Savsov ko'pchilikning qarashlaridan sal xijil bo'lib qoldi. Hamda ko'nglida Zijining so'zi bilan yasalmalik qilish haqiqatan qaltisgan.
sizlar hozir bek baldur hayron qoldinglar deb o'yladi. Sav orqadilla Dianmo'ning planini bir qo'ri aytib, qo'ynidan Dianmo tayyorlab qo'ygan bambuk putukni chiqardi. Ko'pchilik darhol hangviqib qoldi. Begim haqiqatan avliyo ekan. Lübu bu janda cho'qim mag'lub bo'ladi. Begimning so'zi meni hayron qoldirdi. Bugun men begimning vositasini haqiqiy ko'rib yetdim. Begim lashkarlarni avliyodek ishlatadi ekan. Men buningga bek qoyil bo'ldim. Kelinglar. Mayni darhol yig'ib etinglar. Yana butun qo'shinning may ichishiga ruxsat qilinmaydi. Har vaqt urush qilishga tayyor turinglar. Sav ko'zini yumg'inicha engikini yo'lab, boshqalarning maqtishidan hozirlandi. Ko'nglida to'xtab qolmanglar, davomlashtiringlar, maqtaydiganlar ko'proq so'zlanglar deb o'yladi. Bo'libmi, Shunyi bilan Cho'ngyidan iborat ikki cho'ng mushavirning gap qilolmay qolganligini ko'rgandan keyin texmi xushal bo'ldi. Zulyan, Vunchan, ikkinlar yarim kechida 3000 otliq lashkarni boshlab, kichik o'rmonlikqa beringlar. Sav ko'rsatgich barmoqini chiqarib ta'kidlab mundoq dedi. Esonlari bo'lsin. Leybo qo'shini o'tib yerim ochpishim bo'lganda, uning qo'shiniga ushtim tut hujum qilinglar. Kechiktirishga bo'lmaydi. Farmonbardarimiz. Savqun Lojin ikkisi oldiga chiqib ta'zim qildi. Hamda o'zinglarni qo'yib o'tib, xohlagancha yanglar. Sav kulib turib qo'lini polanglatdi. Ko'pchilik shu hamon o'ltirishdi. May yo'q bo'lsa-mu, lekin ular bir kecha kaskin jang qilg'ashqa qo'rsiqi toza oshgan edi. Hatto Sav-mu to'qu kavupini g'ajilashga boshladi. Jonda, qayerga borsiz? Tabriklash ziyofati oxirlashgandan keyin Cho'ngyi oldirab tenab mengavatdi. Voy, Venro ekanda? Cho'ngyi atrofga qarab qo'ygandan keyin has ovozda mundoq dedi. Men tomoq uyga berib kelay deyman. Olsam tunugun kech begim tomoq uyga borgandan keyin darhol qaytib kelib, urush planini o'rlashtiribdi. Bugun qaytib kelib qilgan tunji ishi yana tomoq uyga berish. U yerda cho'qim bir sir bor. O'xshash o'ylabdimiz. Begim qaytib kelguncha sarkarlar bilan mas bo'laman deb to'xtamay davron soldi. Lekin oshxonadan qaytib kelgandan keyin darhol may ichishni cheklashni talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda urush planini darhol o'rlashtirdi. Bu tomoq uyi oddiy emas. Texmi g'alati edi shuki, begim ilgari og'ziga tegmay izdigan heliq talant egisini nemishqa hozir bir eg'izmi tilga olmaydi. Bu tomoq uydan ayrilanmaydi. Cho'ngyimi o'xshash qiyosda bo'lib, ikkalan billa tomoq uyiga qarab mangdi. Sovuq qo'shinining oshxonasida jam'i 3 eg'iz uy bor bo'lib, buning ichidagi 2 eg'iz cho'ng uy butun qo'shin uchun ishlatiladi. Dianmo turgan joy 3-uy bo'lib, kichik uy faqat tabriklash ziyofati o'tkazganda yoki oldirash bo'lib ketganda ishlatiladi. Hozir tabriklash ziyofati burunli tayyorlanib bo'lg'ashqa, oshxona uyda faqat Dianmo'li qolgan edi. Hatto Dianmo pat orda Lübu bilan tutishmoqchi bo'lganligini bilgachga, bargohga qaytib mashq qildi. Ching begim, Shun begim. Dianmo Cho'ngyi bilan Shunyining kirganini ko'rib, adab bilan ularga salom qildi. Ikkalan atrofga bir qo'r nazar selib, eng oxirida Dianmo'ga qaradi. Cho'ngyi mundoq deb so'radi. Kichik birodar, boya begim bu yerga kelib, bir odam bilan ko'rishdimi? Dianmo beshini qashlab mundoq dedi. Undaq emas-ku. Uyda yolg'iz malli bor. Begim haqiqatan kaptikan. Faqat qoida bo'yicha tabriklash ziyofatining ishlatilish miqdorini so'radi. Dianmo sav texi mening salohiyatimni aytmagani o'xshaydi. Shundoq bo'lgan ekan, undaqda moslashib beray deb o'yladi. U yasalmilik qilishni xushallik deb bilmaydigan odam bo'lib, odam degan ba'zida bak aqlliq bo'lib ketsa bo'lmaydi. Bo'lmasa, Yangshudak oqibatga qoladi deb qaraydi. Shunyi oldiga chiqib, ovozini pasaytib mundoq dedi. Kichik birodar, begimning lashkar ishiltish taktikasini siz o'rgatganmi? Dianmo ikki qo'lini yeyib mundoq dedi. Shun begim, men faqat bir oshpaz. Shunyi Dianmo'ning chiroyidagi samimiyligidan uning haqiqatan yolg'on gap qilmaganligini his qilib, beshini lang'ishtib tomoq uyidan chiqib ketdi. Men desammi shu, haqiqatan talant egisi bo'lgan taqdirdami bir bola bo'lishi mumkin emas-ku, ha? Ha, balkim shundoqdir.
Shuni kulib qo'yib, kayniga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. U ko'nglida hech qisi yo'q. Bu odam agar rostilla begimning orqasidagi talant egasi bo'lsa, undaqda bu jang oxirlashgandan keyin begim cho'qim tamoq uyga qaytib keladi. Vaqti kelganda men cho'qim haqiqiy ahvolni bilaman deb o'yladi. Shunyu g'aybatxo'r odam emas bo'lsa-mu, lekin ko'z oldidagi ahvol uni ko'ngil bo'lishga majbur qildi. Agar qo'shin ichida rostilla mushundoq jahonni zilzilaga soladigan talant egasi mavjud bo'lsa, undaqda cho'qim sov qo'shinining mushavirlari andizisini o'zgartirdi. Shunga mayli o'zi uchun bo'lsin yoki jamiyatining keyingi taraqqiyoti uchun bo'lsin, sov-sovning kaynidagi odamni qezib chiqishi zarur edi.